Bugun 12-kun va men hozir ishga ketyapman. Soat 9dan 20 minut o'tyapti. Soat 9:30gacha borishim kerak edi. Ulgurmayman menimcha. Sal kechikaman. Necha? Bugun o'zi kecha korporativdan keyin bugun sal svobodniyroq bo'ladi. Lekin bugun majlisimiz bor. Shunaqa. Kecha endi charchaganmiz, boshqa qilganmiz, o'shanga uxlab qolman. Bahona ham tayyor, lekin borish. Shunaqa. Hozir endi avtobus kutyapman, sekin boraman. 9:40 bo'ldi, men ofisga keldim. 10 daqiqaga kech qoldim. Shunaqa. Axir ofisda 3-4 kishi bor ekan. Yana hali kim? Hozir soat 6 va men uyga ketyapman. Xullas majlis bo'ldi va majlisdan ertaroq uyga turishimizga chiqdim. Ertaga yengili shuning uchun ham menimcha majlisdan yangi yil haqida rivojlanishimiz, tizim qo'yib olishimiz shu haqida gapirildi. Hammamiz o'z ustimizda ishlashimiz kerakligi haqida gapirib o'tildi. Bu narsa bo'yicha yaxshi tizim qurilgan ekan, ko'rdim. Shunaqa o'zgarish bo'lishini xohlayotgandim, kutayotgandim. Soat 6dan 31 minut o'tdi va mahalladaman, uyga keldim pashti. Xullas, bugun ertaroq keldim. Endi kitob ertalab o'qimaganman. O'zi anchadan beri o'qimadim borib. Shuni bugun o'qiyman. Montaj qilishim kerak. Bugungi montaj. Post qo'yib yubordim o'sha. Kontentim